yo'nalish bo'yicha qiladigan bo'lsak, bu albatta nima bo'ladi? Daromadimizni oshirishda ozgina bo'lsa ham, ozgina emas, anchagina hissa qo'shadi degan. Mana kreditga hozir murojaat qilganlar bormi? Aka siz hozir kredit komissiya bo'yicha istiqona. Endi mana o'sha narsani biznes rejasini tuzdingizmi? Mana gazimizni narxi oshdi. Qanday qishda qanday nima qilamiz? O'tin bilan, o'tin bormi? O'tin ko'mir bor. Hisoblab chiqdingizlar buni? Qaysi mahalladasiz? Dalya Guzar. Mahalla bankingiz yordam beryaptimi? Xudo xohlasa harakat qildi. Mana mahalla bankingiz so'rang, mana shunday rasxod qilayotgan bo'lsa, ekinda qaysi turini eksa bo'ladi? O'sha narsalardan har birini ichigacha borib turib, qaysidan effekt bo'ladi? Bo'ldi, xo'p aka. Ana o'sha narsasigacha ko'rib chiqaman. Men har bir berayotgan kreditim masalan, men ko'rib chiqamanda loyihasini o'rganib chiqaman. Effekt bo'lmaydigan bo'lsa, mana atapleniya, boshqa hammasini men bitta joyga bordim, etajerkali qilgan issiqxonasini. Eshigidan shuncha joyini sement qilib turib, tagini to'pli pol qilibdi-da. To'pli pol qilganda ikki etapli anaqa qilgan. Salafan bilan. Yanvarda kirdik-ku. Shavkat, yanvarda kirdik. U ana xonadan borib, shunaqangi issiq gradus qo'yib qo'ygan, 27 ko'rsatdi. Kun sovuq o'zi tashqaridan. Lekin ana undan foydalanish. Etajerkali qilib turib, nima qilgan? Qulupnay ham qilgan, boshqa ham qilgan, limoni bor, limon pishib yotibdi. O'sha uchun shuni tomonlarini ham ko'rish kerak. Masalan, o'sha shu yerda qulupnay ham sovuq bor. Juda achinadi. Endi uzaman deganda bitta yurdim, bitta. Bir anaqa bo'lsa, maslarni qandaydir yig'ilsak, Shavkat manda bitta taklif bo'ldi. Olmazor tumanida shunaqa xonadonlar bor. Mahallada. Olmazor mahallada bor. O'sha yerdan foydalanib borib, juda ko'p yangiliklar yaratsa, masalan, tadbirkorlarimiz ko'p o'ylanib yotibdi-da, nima qilsam bo'ladi, qanday daromad bor, imkoniyati bor, qo'lidan mehnat keladi. Lekin masalan, hozir nima deydi? Dunyoqarashda boshqada o'ylanib qolyapti-da, muammoga duch kelib. Ana shunaqa joylarni ko'rsangiz, daromadingizni ko'proq oshirishga harakat qilsangiz bo'ladi.